Dunyodagi eng boy 5 ta futbolchi kim bilasizmi? Ammo birinchi o'rinda Cristiano Ronaldo emas. Unda kim? Do'stim, hoziroq like bosib obuna bo'l. Bu sen uchun atigi bitta tugma, lekin men uchun yangi videolarni chiqarishga eng katta motivatsiya. 5-o'rinda Neymar Junior. Sof boyligi 250 million dollar. Neymar maydonda ham, undan tashqarida ham yulduzdek porlaydi. 4-o'rinda David Beckham. Futboldan ketgan bo'lsa ham, Beckham futbol moda va Inter Miami klubiga egalik qilishi orqali 550 million dollarlik imperiya yaratgan. 3-o'rinda Lionel Messi. Messining sehrgarligi faqat maydonda emas, u futbol va reklama shartnomalari orqali 600 million dollar jamg'argan. 2-o'rinda Cristiano Ronaldo. Kriyetda haqiqiy brend 8 million dollar va undan ko'prog'i bilan u futbol, moda va fitnessdan ulkan daromad olmoqda. Endi esa birinchi o'rin. Bir futbolchi bor, uning boyligi hammasidan oshib ketgan, lekin siz taxmin qila olasizmi kimligini? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizningcha hozirgi tirik futbolchilardan eng boyi kim?